Assalomu alaykum, ona yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchlimi? Shoshilinch chiqib chaqirdilar teshikdan, ishga tashlab yugurib keldim. Nima bo'ldi? Hayitni gaplashmoqchimiz. 3 kun 4 kun qoldi, hali kelindan darak yo'q. Hayit qilishimiz kerak-ku. 3 kun 4 kun qoldi. Kim qiladi tog'oralarni? Ularga aytsam indavatganlar yo'q. Kim qiladi hayitingizni sizni? Ha qilib beraman ona. Bilasiz, ota-onasi yo'q, bilib olgansiz. Gapirayotgan gapingizni qarang. Nima kam ko'st bo'lsa hammasi man qilaman. Tog'orami, nima qilish kerak bo'lsa man qilaman. Qo'shingizni keliningizga qiynab tashladingiz. Men senga aytdim o'shanda. Olmagan bu yetimmidi. Kim qilib beradi endi? Ani katta opalariga yetsin, qilib bersin. O'rtoqlarimga kazo o'rtoqlarimga kelyapti mana 30 talab tog'ora. Sharmanda qildilaring meni. Qolgan qizing qursin seni. Qattan qilsak qilib bergani. Uyaltirmalaring meni. Meni masaj qilmang. O'g'limni ham o'zingizga og'diryapsiz-a? Ha? Gapirmasdan yonimda gapirmay o'tirasiz. Uni gapirtirib qo'yibsiz-da, qarang. Siz uchun hamma narsa qilib beryapti. Ustaligini qaranglar buni. Shu tog'orani men qilib beraman ona. Javyer sizning qudiladan kelib duvorarsiz. Chiqsa yo'q. Bilganingni qilgin, tushundingmi? Shunda o'g'limni yo'ldan ozdirdim, ashka olib uyimga.